Mana sizlarga do'stlar, hurmatli obunachilar, biz bugun Uzun tumani Juma mol bozoridan mana o'roqli qo'chqorlar ochratiga keldik. Xudo xolasa bulardan ma'lumotini olib, narx-navolarni iloji boricha realni olishga harakat qilamiz. Mana o'roqli qo'chqor so'raganlariga mana shu yerda mana 5 bosh adashmasin 5 bosh o'roqli qo'chqor turibdi. 5 bosh o'roqli qo'chqor turibdi. Sizlarga shularni hozir ko'rsatib olamiz. Mana bu qo'chqorimizning yoshi mangi tishi qaytgan, tog' sharoitiga mangi qo'chqor bo'lmaydi. Adir tog' sharoitlari. Bular endi uyiga ishlatsangiz, uyiga 10 ta, 5 ta, shuni 15 ta sog'liqlarga, uzoqlar 10 ta sog'liqlarga yaraydi. Olsangiz, sog'liq zo'rni qo'ysangiz, beli bala ola olasiz. Mana bunisi chori ekan. Chorini holatini ham ko'rdi. Bular hammasi ishdan kelgan hammasi ishlab kelgan, dashdan kelgan qo'chqorlar. Mana bunisi esa bu kashtani. Bunisining yoshi chori. Bunisining yoshi chori. Tishini ko'rsataverasizmi aka? Mana tishi chori. Bilib turibdi. Endi qo'chqorga do'stlar, uni e'tibor beringlar qo'chqorga. Junini qirg'lashiga, qirg'ligiga mana. Qirg'ligiga bir boshini mana e'tibor bering, yaltirashi bilan. Juni toza qirg'laridan mana. Bosh qismiga bemalol e'tibor berib olinglar. Bo'ylari bu qo'chqor bo'yiga kelsak, bo'yini men metrov kelganman, 95 ta men ko'rdim mana. 95 ko'rdim. Oldi taraflarini ko'ringlar mana. Oyoqlarini tushganini, orqa tarafini ko'rsataman. Beli uzun qo'chqor ekan. Bu qo'chqorimizning bahosi qanchaga bordi? 13 million 200 mingdan bo'lgan narxi chori ekalasi. Ikkalasi bir joyga. Shu qora chori ekalasi 13 million 200 mingdan bo'lgan. Agar buni o'zi bo'lsa, 14 millionga beramiz. 14 millionga berasiz. Xayri bor yana ozroq. Siz o'zi dehqonchilikda? Dehqonchilikdan olsangiz akalar, bu internetga chiqsa, narx oshaveradi bularda. Agar dehqonchilikka bo'lsa, mana narxi bozorga sharoit tushunmaydi. Mana qo'chqor qanday qo'shish kerak mana do'stlar. Mana bu semirib ketmagan. Dash sharoitdan kelyapti mana. Tuvoqlarni ko'r. Tog'dan tushib kelgan. Tuvoqni ko'ringlar. Tuvoq qirqilmagan, shunday holatda turibdi. Bo'l, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bular ishchi. Mana do'stlar, aka-ukalar, biz endi o'roqli qo'chqorlari, go'shtga bo'ladigan qo'chqorlar haqida ma'lumotlarni, videolarni olib, narx-navolarni olib, qo'ldan kelgancha harakat qilib tanishtirib boramiz. Biz bugun Surxondaryo viloyati Uzun tumani Juma mol bozorida kelganmiz. Bu bozor narxlari qanday? Kecha payshanba bilan solishtirib ko'raverasizlar narxlarini. Aka, zo'rmisiz, tinchmisiz? Bular nima yoshi? Shaq qo'ylar, 2 tish qo'ylar. Savdosimi bo'ldi? Bir joyga o'qilgan qo'y so'raganlarga mana 7 milliondan bir joyga bo'lib bermadinglar. 7 milliondan bir joyga berilmadi. Kanalimizning nomi Sharofiddin Uz kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Shunaqa bozor narxlarini ko'rib boringlar. Qancha so'rayapsiz aka? 130 dan so'yishga. 130 dan so'yishga. 130 dan nechaga chiqsa 130 dan beriladi. Go'shtiga faqat. Ha, Surxondaryoning qo'ylari, boqsangiz ko'p go'sht qiladi. Qo'yga qo'ysangiz yaxshi sifat qo'y beradi. Agar ichidan tanlab olsangiz-da, tanlab ketsangiz. Narx-navolarni ko'rib boraverasizlar. Qirg'laridan, qorani yaltiroqlardan, qirg'laridan so'ragan aka-ukalarga. Beliklarda boqib ketganda shu. Buni so'lyapti. Mana. Narxlarini nechidan nechaga qo'yasiz? Pasti qancha, baland qancha? 15 dan baho qo'ydim. Mana shu shay 11,5. Buni shay qancha so'rayapti? 11,5. 11,5 so'rayapti shakdan. Endi ko'zda endi shakka chiqibdi. Sharofiddin Uz. Instagramni chiqaramiz. Instagram hali olganmiz, hozir chiqaramiz. 11 million savdo bo'ldi. 11 million. Buyoqlardan pastmi, nima, balandmi? Chor qo'ylar. Ha, bular chor, ha? Bular chor mana. Go'shtlarni ketaverar ekan mana bunisi. Ular narxlar qanchadan qo'ygansiz? Tarozi qilganmisiz? Tarozi. 12dan baho qo'ydim. 12dan baho qo'yilgan. Mana bu 11 so'radi. Shunaqa narxlar, bozor narxlari. Do'stlar, endi mana bu yerda yana qo'chqorlar bor ekan. Shulardan so'raymiz. Qo'chqorlar. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Bilmisiz. Bular ma'lumotlari qanday?
Shagmi? Shag. Bu chori bunisi shagmi? Bunisi shag mana. Endi boqilgan, mana tovuqlar o'sib qolgan. Bunisi chori, bunisi ham mana boqilibdi. Bu joyga yotyapti. Qanchadan savdo bo'ldi bular? Ha? 12 million mana savdo bo'libdi. 12 millionga berilmagan do'stlar. Shunaqa. Bunisi shagichi? 10 million? Kanalimiz Sharofiddin Uz kanalidan. Bular qancha bor qoldi tog'ajon? Qancha bor qoldi? YouTube 6.200 ga bordim. Bunisini 6.5. Qassoblar qildimi buni? Mana shunaqa holatda. Rahmat aka. Pul yengillardan ko'raylik. Baraka bo'ldimi? Qanchaga? Ko'cha emas, men bo'lgan guring ayting. Qanchadan? 51 dan. 5 million 100 dan nechta bir joyga? 7 ta bir joyga. 7 ta bir joyga 5 million 100 dan. Baraka bo'l. Qayerdaki? Bo'g'otog'dan. 7 ta bir joyga baraka bo'ldi. 5 million 100 dan. Tish yorishga kelganmi bular? Yor bo'lganmi tish? Tish yorib bo'libdi. 5 million 100 dan 1 2 3 4 5 6 7 ta bir joyga. 7 ta bir joyga 5 million 100 dan baraka bo'ldi. Bu Temirjon zo'rmisiz uka? Yaxshimisiz? Mazali yaxshimi? Qo'chqorlarni hech trenddan tushmaysiz, ha? Hech maydasiga kichkinasiga o'tmaysiz siz, ha? Hech ham kichkinasiga o'tmaydi. Bular nima edi? Panjaga chiqyapti. Choridan panjaga chiqayotgan qo'chqor. Tishini ham ko'rsataylik, bir so'z isboti bilan bo'lsin. Mana. Choridan panjaga chiqayotgan qo'chqor, hammasi ma'lumotlarni olaylik-da. Mana holat orqa tarafdan ko'ring. Qanchaga borib qoldi? Qanchaga borib qoldi? 12 million so'rayapti. 16 million baho qo'yapti. 16 baho qo'ydingiz, 12 million so'raldi. Bermadi. Bularchi? Bularga 95 so'rayapti. Chori qo'chqor 9 million 500 ming so'raldi. Mana. Berilmagan. Bunisi shag aka. Bunisi 11 million bo'ldi. Do'stlar, mana ora-oraga urug'likni qo'ygandan keyin mana buni go'sht yo'nalishiga ham chiqib ketaveradi. Bular emas, go'sht yo'nalishiga zotga bo'lmaydi bular. Qo'zi shagmi bular? Qo'zimi? Qo'zi ekan. Qanchada baho qo'yildi? Savdo qancha? 6 bo'ldimi? 6,5 dan savdosi bo'ldi. Mana taroz qilmaganmiz. Bu qancha bor qol aka? Ha? 6. Mana bu sotilgan joyidan. Qanchaga olindi bu? 8 million bo'ldi. 7 million 900 ga olindi. Mana. Aqaso. Mana 10 million 8 million 800. Manikidan berib yuboring. 100 dan chiqadi. 800 ga savdosi bo'ldi. Chorimi? Shag. Chor. Mana yerda mana dasht qo'ygan bor ekan. Dasht qo'chqorni so'raymiz. Qancha savdo bo'ldi? 6200 ga mana dasht qo'chqori bo'ldi. Ikki tish. 6200 ga mana. Tishni ham ko'raylik. Chori chiqqan ekan. Choriga chiqqan. Choriga chiqqan. Xo'sh. To'g'a qancha bor qoldi bu? 7 dan bermayman. 7 millionni bermaymiz. Shagmi? Chori. Chori 7 millionni bermaydi. Choriga kilo bo'lsa-da. Shag bo'lsa bu narxga bo'lmar. Chori bo'lgandan keyin kilo bo'lsa. Hoji bu, yering kam bo'lmabdimi olingiz? Qancha so'rayapsiz? 12 6 million, 12 million. Hoji bu belekiten. Boqma qo'chqorlar so'rayapti. Ular emas boqma. Oyog'iga e'tibor beringlar. Oyoq mana buni bo'lsa qo'chqorlikka yaramaydi. Oyoq mana shu oyoq tikka, mana shunday tikka turish kerak. Bunday emas. Sharofiddin Uz kanali. YouTube'da, Instagram'da mana Sharofiddin Uz kanali. Do'stlar, endi sizlarga boqmalarini
mana yosh olib boqishga bo'ladigan ikki tish qo'chqorlar narxlari haqida ma'lumot beramiz. Optin joyiga boraylik, bizni kuzatib turinglar. Bor narxlarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sizlar zerikmasliklari uchun kamroq joyga turib video olamiz iloji boricha. Mana Optin joyiga keldik. Xudo xolasa narxlar aytib hammasini olamiz. Aka zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Bular ikki tishga chiqqan. İki tiş çıkarım tamam. Tishga chiqqan shay. Dashtdan kelgan hammasi. Maşın vatan. Savdolar qanday bo'ladi aka? Vatan kılışa git. Akajon savdolar. Altıdan da yapacak. 52'den sonra yapacak. Bir joyga, bir joyga 5 million 200 dan qo'y olasiz boqishga. 5 million 100, 5 million 200. 5 million. Do'stlar 5 million, 5 million 200, 5 million 300 arasiga olasiz mana shunaqa qo'shqorlarni. Savdo qilsangiz 5 million, bo'lmasa 5 million 100, 5 million 200 ga olasiz. Surxondaryo viloyati Uzunko'l. Mana shu qo'shqorlar 3 oy, 2 oy oldin 4,5 million edi. 4,5 million edi. Hozir narxlar o'sganda. Mana akalar, bular endi ulardan ozroq kattaroq, sevimliroq jonlar. Qanchadan bo'ladi akajon bular? 7,5 dan deyapman. 64 dan bir joyda bo'ldi. 64 dan bir joyga, ha? Ha. Bularni olib boqsangiz ham bo'ladi. Boqiladiganlar ham Katta bor. zotga kerak bo'lsa ham bor. Zotga ham bormi? Hozir bularga yaramaydi zotga. Zotga bor. Qayerdan adres? Adres Dino Kaleli. Dino Kaleli akalarimizga zotga ham bor ekan shu holatlari. Sog' bo'ling aka. Mana boqimlardan narxlarni ko'raveraylik do'stlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz tog'a? Ular qayerda qo'ylar akajon? Bu Boğatağ'da koyları. Bobotog', Uzun tumani, Bobotog'. Bobotog'dan tushib kelgan, dashdan tushib kelgan qo'chqorlar, hammasi ikki tish. Ha şaka çıkanı Shaka chiqqan, hozir shaka chiqmagan qolmadi. Narxlari qanday bo'ladi akajon? Narxlarım o 51,5'dan bo'lyapti. 51,5. En olsa 53'dan bo'lyapti. Kattalar agar dona olaman desa 55 deyapsiz. Ha 55. Bir joy optim olaman desa 51,5, 52 dan beraverasiz. Yok oldu özü. Oldu. Ha, olindi mi? Yarımdan alındı. Ha 51,5 dan olindi do'stlar. 55'dan alındı. Ha do'stlar 51,5 dan olinibdi. Mana katta bitta. Yana umi? Shu ikkalasi 50. Buni shuni narlarga olinibdi do'stlar. Kuzatib borasiz mana. Yomon emas boqmalar. Mana bu tarafda qo'lda turganlardan ko'ramiz do'stlar. Ular ham ikkinchi qo'lga o'tib ketgan, endi ko'ramiz. Qanchaga? Qancha so'rayapti? 10 million. 10 milyon qilyapmiz. Ikkovi 10 million. Boqmalar 10 million kelasi. Ular qanchadan bo'ldi? 46 bilan. Qancha? Bu 46 bilan bu 5500 dan bo'ladi. Bu 46. Ular 5300 dan bo'ldimi ya? 5300 dan. Do'stlar shunaqa narxlar. Qo'zlar narxlarini olmaymiz. Qo'zlar kecha olganida rosa ko'p video qildik qo'zlardan. Hozir xudo xolasa kuzatib borasizlar. Preslar narxlarini olishga harakat qilamiz. Preslar lekin ko'tarilib ketgan narxlar. 40 dan baland edi, 40 dan. Hozir ko'ramiz endi. Shu qo'zlar oraga shuni qo'yaveraylik. Aka shu qo'zlar qanchadan bo'ldi? Kichkina qo'zlar qanchadan bilamasizmi? 33 dan ketdi o. 33 dan ketdimi? 3 million 300 dan ketdi bir joyga. Nima dada? Qayerga ketdi? Qayerga baraka bo'ldi? Bilmayman qayer ketdi. Ozod, sho'rchi ozodga. Sho'rchiga ketdimi? Sho'rchi ozodga ketdi. Kanal Sharofiddin Uz kanali. Kichkinalar qanchadan bo'ldi? 27 ve 28 dan kelyapti. 27-28 dan? Baho qo'yganmisiz? Savdo qilyapti, ha? Savdo qilyapti. 27-28 dan savdo bir joyga bo'ldi. Qo'zlar ko'tarilgan. Qo'zlar narxlari ko'tarilgan do'stlar shunday. Hozir ilojsiz, lekin qiyin. Voy kemas 30 ta qo'yib saralab oldi. Do'stlar, aka-ukalar, hurmatli obunachilar, mana shu yerda Sarasiyodan kelgan qo'zlar bor ekan. Shularni ko'rsataylik, efirlarimizni shu bilan yakunlaymiz. Hammasi qiriq qo'zlar deb. Akajon, bir ikkitasini ushlab ko'rsatasizmi? Qiriqlarni mana yaxshi o'rganam. Xohlaganingizni ko'rib oling. Mana. Akaman. Bitta joyda stipi bo'lsa olmadi. Hamma faqat qirig'ini emas, hammasini ushlab ko'ravering. Qaysi o'lkasi o'shani oling. Qiriq deb hammasini
Qirig'ini ham, qirig'i yo'g'ini ham maqtab bermaysiz. Uchun bo'lmaganini ham emas. Birantasi bu so'qdi. Ko'zlari qarang, bular yurishini. Hammasi sog'lom. Nechtadi soni? Chiroyli. Ha? Soni nechtadi? 45 ton. 45 bosh bir joyga qanchadan bo'lar? Yengilroq narx qo'yaylik. Aka, yezilmayman. Ha. 45. Yengilroq. 44 dan bo'lsa dastlabki ichida beraman. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'yi. 44 dan dastlab. Kelsa, Oxir qadalgan narx. qadalgan narsa, undan kam beraman. Xayrga bir narsa bo'ladi, yana. Xayrim bor aka. Sizning Xayri bor. kanalingizdan kelsa bo'ldi. Sharofuddin o'z kanalidan kelsa xayri bor. Telefon nomerlarini ayting, telefon nomerini bering. 91lik 585 585 87 87 91. 91 Sharofuddin o'z kanalidan desangizlar, hurmatli omadchilar, kelishtirib yana arzonlashtirib olasiz. Bu aytilgan narx bo'lgani bilan yana baribir telefon qilasiz, xayri bor, savdosi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.